Tasavvur qiling, universitet kampusining ichida o'z metro stansiyasi bor va bu Koreyada eng kuchli to'pontalikka kiruvchi Hanyang universiteti. Bu videoyimizda siz bilan aynan shu universitetda bir kunimizni o'tkazamiz. Hanyang deganning ma'nosi, Hanyang bu NYUda Shanxay kampusiga qabul qilinganman. Hyundai kompaniyasi boshlig'i shu yerda o'qigan. Narxlarni ham aytib o'tsangiz. Narxlari men kelganda bir semestrga Ella Cross bor, Miao kelgan, keyin Gangnam Style o'zi kelgan. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi vlogimiz Muslima bilan bo'ladi. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bugun konferensiya ko'rsatib berasizmi bizga? Конечно. Aha. Hanyang universiteti Seoul kampusiga xush kelibsizlar. Yaqinda 3-nominatsiyani oldi butun Koreya bo'yicha. Wow. Shunda metrodan chiqqaninglarda Hanyang Plaza turadimi bu yerda? Right? Aha, bu yerda nima qilsa bo'ladi? Qanaqa joy? Bu yerda Hanyang Plazada har xil mashhur kafelar и studentlar uchun koreyskiy oshxonalar bor, и европейский xitoycha taomlar ham mavjud. Aha. И buni etajlari ko'p ko'rib turganingizda, ikkinchi etajda yana boshqa oshxonalar, ikkinchi etajida dars qilgan joylar mavjud. Oho. Hanyang Plazada biz hozir oshxonaga kirdik. Hanyang University'da. 3-etajga. Tak, o'rasizlar. Bu yerdan ko'chadan kelib ovqatlansa bo'ladimi? Da, samoqotansiz bo'ladi. Mana ko'chadan keldim. Mana. Narxlari qanaqa? Narxlar ko'rsataman. Bu studentlarga mos. Studentlarga mos. 4800 ga ham даже ramen ko'rsada bo'ladi. Mana shunaqa. Eng qimmati 5000 chiqdimi hozir shunda? 4000. 5000 ga ham bor, obed vaqtida ko'proq bo'ladi. Hozir chonyokka o'zgartirib qo'yishgan, qarang, mana qaranglar, 4,5 won deb qo'ygan. Bu примерно 40 ming bo'ladi. Buni bizga aytamiz, afsuski. Afsuski lekin biz Lekin chekingasi zo'r. Bu go'shlik aka. Bu bino universitetimiz administratsiya binosi. Yangi kelganinglarda kartalaringni olib, sizlar sovg'alaringni chetdan olsanglar bo'ladi. Ana. Menga kirganimdan eng yoqqan qismi mana shu bino bo'ldi. Bu bino haqida ham gapirib bersangiz? Bu bino universitetimizda departamenti baz, biz universitetimizda muzeyi. Muzey. Buni oldida shop bor, universitetimizda merchlari, Hanyang deb yozilgan hamma narsalarni. Ruchkadan tortib, oyoq kiyim, hamma narsaga olsanglar bo'ladi. Bu bo'lsa universitetimizning ramzi sher. Meni ham burjim sher bo'lgan. Sherda haykali, bizda yangilatma sherasi mavjud. Yerga ham Hanyang deb yozilgan. Hozir aytib qoldilar-da, yerga ham Hanyang deb yozilgandi. Men вообще qaramaman borib. Hanyang deganning ma'nosi nima shunda? Hanyang deganning ma'nosi, Hanyang bu Koreyaning poytaxti Seulda eski nomi Hanyang deb atalgan. Wow. Keyin qaysidir yilda shu Hanyangdan Seulga o'zgartirishgan. Aha, tushunarli. Demak, shunda Hanyang muzeyi bo'ladigan bo'lsa, uni yonboshida bizda suvenir do'koni va ana university jaketlar sotiladigan joy ham menimcha adashmasam bor ekan. Ko'rsatib ketasizmi bizga? Ketdik. 1939-yilda qurilgan universitet. Wow. Birinchi bo'lib aslida repetitorga o'xshagan, maktabga o'xshagan bo'lib ochilgan universitet Seulda. Universitetga aylantirib yuborishgan 1939-yilda. Hozir bo'lsa shunaqa nima deydi, taniqli universitet bo'lib ketganda. Har xil bor. Shezor. Narxlari qanaqa? Narxlari buni 110 ming wondan, buni 80-85 ming wonman. Men buni 40 wonga olganman. O'zbekchada bunday nol ko'p qo'ysalar ozroq, 9 ga 8 ko'paytirsalar. Hamma produktlar Hanyangniki, daftarlari, ruchkalari, naryoqda futbolkalarigacha ham bor. Soatlar. Bu binomiz bo'lsa Ko'pchakvar International Building. Bu yerda siz politika xalqaro munosabatlarda o'qisangiz bo'ladi va yana bitta ma'lumot, til kursiga kelsangiz hammani shu videoda o'qiysiz. Tushunarli. Bu yer bo'lsa bizning stadionimiz, Hanyang University'da cho'qchilar, festivallar bo'lsa shu yerda o'tkazamiz. Qanaqa mashhur tipa nimalar kelgan bu yerga? Balki ko'p idollar kelgan. Ella Cross bor, Miao kelgan, keyin Gangnam Style o'zi kelgan. Say, keyin ko'pchilik idollar kelgan. 2016-yilda Blackpink. Wow, вообще zo'r. Ana shu yerga kelib, BTS kelmagan lekin. Kesin. Bu yer bo'lsa FTC binomiz. Bu yerda data science ga o'qishga kelsanglar yoki koreys tilida computer science o'qimoqchi bo'lsangiz, demak FTC binosi. To'g'rimi? Tushunarli. FTC binosining oldida bizda stadion bor ekan. Stadionni ham ko'rsatib o'tasizmi? Da, ketdik. Chiqib turasizmi yugurishga? Da, birinchi marta yugurib turamiz bitta. Dugonam Samira bilan.
Futbol o'ynash. Bugün ham vlog qilgandim. Keyin chukchalar bo'lsa, bitta stadionga qanaqa bo'ladi? Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Chukchalarlik tashlashadi. Buzlar. Ovqatlanib, shu qanaqa qilib o'yin o'tadi. Tushundim. Keyin yana bitta fakt, Hanyangda bakalavr o'qisiz, tugatsiz, magistrga 50% chegirma bo'ladi. Bu reklama edi, guys. Kelinglar Hanyanga. Kelinglar, 40 million won to'laylar, keyin skidka olasizlar. Ushbu ko'rib turgan binolar Bobans University bu Hanyang universitetidan alohida, lekin ayollar uchun mo'ljallangan, xuddi kasbiy ta'limga o'xshagan KBUT kapasitaralar mavjud. Faqat ayollar. Faqat ayollar o'qiydi. Va nechta anaqasi bor buni? Binosi bor. Bu yerda bitta ekan. Ikkita, Va to'rtta. 3ta. Yotoqxonamiz oldida binolar. Tushunarli. O'zlarini kichkina anavi poylachasi keyin. Zo'r, молодец. Okay, kirib ko'rganmiz ichiga. Yo'q. Chunki bizga tegishli emas, kirib ko'rsa bo'ladi aynan. Bu esa birinchi dormitory. Albatta birinchi semestr men kelganman, qolganman. Judayam esda qolarli. Ja lyuks bo'lmasa ham normal dormitory. Lyukslari naring tarafda 6-7-lari bor. Albatta, o'sha qizlar ham bolalar ham etajda har xil birga yashashadi. Zo'r. Narxlarini ham aytib o'tsangiz. Narxlari men kelganda bir semestrga 1 million won edi. Bu где-то $800 atrofida. To'g'ri oy yashashlari. Sharoitlari qanaqa? Sharoitlari yaxshi. Keyin oshxonasi bor. Umumiy hindlar bilan aralashtirguncha men ovqat qilmasdan ko'chadan yeb kelardim. Shunaqa. Yana ma'lumot aytib qo'yaman. Bitta bizda medicine bor, masalan, tibbiyot, law school bor, advokatlikka, yuristlikka o'qiydigan, keyin sportsmenlikka o'qiydigan shu sport yo'nalishlari bor. Bularda o'zbeklar yo'q. O'zbeklar yo'q. O'zbeklar faqat biznesda bor, international relationsda bor. Keyin til kursiga kelishi mumkin. Hozir til kursidan tanishmayman, lekin bitirib ketganlar bilaman. Keyin koreyskiyda Kongan o'qiydigan elektr injeneriya tanishlarim bor. Keyin bo'ldi. Lekin o'sha nima deydi, meditsina yo'nalishiga, law yo'nalishiga kelmasliklarini o'zini sababi bor menimcha. O'zini sababi talablari bo'laman. Chunki meditsinani koreys tilida qiyinligi. O'zbeklar o'qisa ham nursingga o'qishi mumkin. Shifokorlikka, vrachlikka emas. Keyin law school uchun siz bakalavrda har qaysi fanni bitirib, keyin magistraturaga topshirish kerak bo'ladi. Koreys tilida o'qiladi. O'zini talablari bor-da, shunchani tushunadi. Ingliz tilida faqat 3 sabq. Data Science, International Relations, keyin Business Administration o'qiladi, boshqasi o'qilmaydi. Lekin hammasi koreys tilida. Koreyada boshqa, ayniqsa universitetlarida mashhur bo'lgan narsalar, ya'ni zinalar va tepaliklar. Tog'likda boshqa qilib qaranglar. Juda ham tepada. Ertalab darsga borishadi endi bu yo'llardan. Shu qiyin. Qishda yana qaraysan, sovuq kelsa tumanda ertalab ketasan. Hozir men kalkulus o'qigani ketyapman. Ketdim biznesga. Ana. Shu tepada qaranglar. Sekretariyalar bor. Bu yer bo'lsa biz Hanyang universitetini biznes binosi, School of Business, mashaqqa o'qiyman. O'zi nechinchi kursiga so'ramanman sizdan. Men birinchi kurs, ikkinchi semestrni bitiryapman. Birinchi kursga ketibsiz. Xudo xohlasa yangi yil ikkinchi kurs bo'laman. Ana. Biznes binosida birinchi etapi, anchadan dars berganlarimiz bor. Xosida administratsiya va prototipada o'qiydigan joylarimiz bor. Tepada uxlaydigan. Ya'ni divanlarimiz, moddiy tuylarimiz ham bor pastda. Marketimiz bor. Yotadigan joylarimiz bor. Men ko'proq o'sha yerda ovqatlanib, yotib, dars qilib, keyingi leksiyani kutib yotaman. Молодец. Bu yerda yotishibdi, dam olib, ana. Ana. Komfortda. Darslarda prezentatsiyalar qilsa bo'ladi. Demak, biz hozir biznes binosini podolda, Albatta, imat bor, ko'pirishda bor, yurgani. Keyin bitta motoliftda mashinangiz bo'lsa, mashina farqi qo'yish. Mashinangiz bo'lsa agar. Bu opa hozir darsdan chiqdilar. Stresslari zo'r. Stresslari zo'r. Koreys professor deysiz. O'zi international professorlaringiz ham bormi? Bor. Boshqa semestrda ko'p edi, bu semestrda hammasi koreys professor. Qaysi biri yoqadi sizga ko'proq? Menga to'g'risi desam international. Menga ham shaxsan ham zo'r bo'ladi. O'tish metodikasi ham open minded bo'ladi. Open minded, Bu yosh katta bo'ladi, rosa mehribon bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Menga ham yoqadi. Koreys professorlar stressli. Jam mehribonlik. To'g'ri. Bu orqasidagi bino Mushimani
to'shakwan, ya'ni kutubxona. Bular aytyapti, что MITga o'xshaydi, anavi buildinglari deb. Qanday qilib hali haligi kichkina qo'ygan Ana, o'xshatdinglarmi? o'xshatdinglarmi? O'xshamadimi yoki? To'g'ri. Zo'r ekan. Kelib turasiz? Engineering bor, mutasaddi Aha. computer education, Aha. orqasida Aha. elektroinjeneriyalar o'qishadi. Afsuski kutubxonaga men kira olmayman, chunki hozir Usimada bitta ID karta bor-da. ID karta bilan kira olamiz. Bitta bo'lgani uchun faqat men kiryapman. Men o'zim aylanib kelaman. To'g'ri, ketdik. Ular ham keldi. Ana odam o'tkazib yubordi-ya. Yo, men ko'rib qildim, o'yladim. So'z gapirib o'tirgan. Ana, bitta kitobi yo'q, faqat study zona qilish uchun. Uxlaydigan joy ham bor, sekin ko'rsatamiz. Bu siz ko'rib turgan kutubxona Payknam Academic Information Center deb nomlanar ekan. Bino 6 qavatdan iborat va bundan tashqari 3 ta yer osti qavati ham mavjud ekan. Xonadagi bu 6 qavatning har biri turli maqsadlar uchun mo'ljallangan va eng muhimi talabalar uchun dam olish burchaklari hamda qulay o'tirish joylari ham mavjud. Imtihon paytida bu joy kampusdagi eng gavjum o'qish maskaniga aylanar ekan. Biz ikkinchi etajiga chiqdik va anu boboylar kim? Unda turibdi. Boboylarda deyman. Tanishib. Bunda ham bor ekan. Mashhur odamlar. O'rganib chiqmaysizmi ismlarini, voy? Bu tarafda kutubxona va odamlar o'qiyapti. O'rganib gapirib beradilar, xudo xohlasa-da. Bu yerda nima qilishadi? Dars qilishyapti. Ko'p turgan. Hozir bizda jumalik so'zlar imtihonlari bo'lyapti. Aynoqlar. Shu ketayotganini ko'ryapmiz hammamiz. Bitta kutubxonadan kitoblar bor o'qisa, oson bo'ladi. Final examlar qiyinmi? Ha, qiyin, конечно. Competition kuchli. Zo'rin chuam uzoq ketdi. Midterm examni oraliqlar. Yoptirish. Koreya universitetlari kutubxonalarida asosan koreys tilidagi kitoblar bo'ladi, ammo bu yerda talabalar juda ko'p ingliz va boshqa tillardagi ilmiy adabiyotlarni topish mumkin ekan. Holmes anaqa learning metaverse zonga kirdik. Nimaga metaverse? Metaverse aynan bo'lganicha 11 ta joy qolibdi. Ichiga kiramiz, keyin kartamizni ko'rsatamiz, ID'sini, orqasiga mana yozishimiz uchun Ko'rsatib mayli. chiqdik. Mana shu joylar bor ekan, mana 35 qilib turib, qilsak olamiz joy. Bizga hozir kerak bo'lsa o'tirmaymiz, ko'rsatamiz. To'pato'r. Plus, mana shu o'tiradigan, o'tirib dars qiladigan joydan joy band qilishgan. Good. Va mushima o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tsangiz. O'zimni qisqacha tanishtiraman. Mani ismim Muslima, familiyam Isakova. Hanyang universitetida 1-kurs 2-semestrda o'qib turgan, biznes administratsiya yo'nalishida o'qib turgan talabaman. Nega Hanyang tanlagansiz? Hanyangni tanlashimdan maqsad birinchi bo'lib men o'qishga hujjatlarimni tayyorlab NYU top universitetlarga kirgan vaqtim menga to'liq grant ajratmaganligi, ikkinchidan yoshligimda otam Koreyada ishlaganligi menga motivatsiya bo'lgan. Keyin Koreya juda ham xuddi ota davlat deb qo'ygan menga. Shokoladlari, ramyonlari, ovqatlari, hamma narsasi, kiyimlarigacha даже koreyanikini kiyganman. Shunda yaqin bo'lib qolgan. Universitetlarda ichida ko'p universitetga topshirmaganman. Hanyang bilan keyin Daeguda joylashgan Kimyongni tanlaganman. U ikkinchi choiceim sifatida. Hanyangni tanlaganim maqsadi hozir Koreyada 3-o'rinda turibdi. Biznes yo'nalishi bo'yicha ham juda ham oldin universitet hisoblanadi. Keyin ko'p CEOlar shu kompaniyalar boshliqlari ham Hanyangda o'qigan, keyin Seulda joylashganligi, lokatsiyasi, keyin ko'p faktorlar Hanyang tanlashimga sabab bo'lgan. Siz hozir NYU ni aytib o'tdingiz. NYU ni qaysi kampusida va qaysiga qabul qilingansiz? 2024-yilda NYUda Shanxay kampusiga qabul qilinganman. Bilasiz, NYUda Donald Trampning o'g'li Donald Trump o'qiydi. Lekin afsuski, so'z grant ajratmagani uchun olmagan. Tushunarli. Elyurtdan Trump ko'rganman. U Elyurtga ham topshirgansiz? Aslida lekin qo'ygan. Hanyangda o'qish qanchalik qiyin?
o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Men Hanyangda o'qiyman, faxrlanib gapirsalaring ham, spotikasini kiyversanglar ham aytaman. Hanyangda o'qishda birinchi o'rinda kontrakt qiyinchilik deb hisoblayman, chunki ko'p mani tanishlarim ham Hanyangda 1 yil o'qib, yo bitta semestr o'qib, ikkinchi semestrda to'lanmasdan yoki installment qiladi, 4 martagacha bo'lib 1,200,000 to'g'ri keladi har oyiga ko'tarilmasligi holatlari bo'ladi. Yoki ikkinchisi o'qishlari, kreditlari, masalan bizda o'qish 5 kunlik yoki 4 kunlik. Lekin men 2 kunga, 1 kunga saralab olganlarni bilaman, lekin unaqa qilsalaring sizlar bitirishlaring kech bo'ladi. 8 semestr bas, undan ko'p semestr olishlaringga to'g'ri keladi, chunki siz 4 yil ichida 126 ta kreditni yopishlaring kerak-da. Har xil bo'ladi. Yo'nalishda kredit, meniki masalan 126 ta biznesda. Agar boshqa fanlardagini olib turib, dushanbaga dars qo'yib, qolgan hamma kunlar ishlayman deb kerak keladigan bo'lsa ham, bu universitet to'g'ri kelmasligi mumkin. Shunga o'qigani kelishlaring tavsiya qilaman, Hanyangga kelsalaring. Keyin Hanyangda shunaqa qiyinchiliklar bor. Tushunarli. Demak, shu o'zi birinchisi shu aytganingiz kontrakt qiyin, right? Keyin kontraktni to'lasangiz ham qiyinchiliklarida shu kreditlarni yopib, darslar qiyinchilik bor. Lekin o'zi masalan competition deymiz, boshqalar bilan raqobat qanaqa? Boshqalar bilan raqobat bizda kuchli, chunki bizda universitetimizga Fransiyadan, Yevropadan studentlar ko'p keladi. Bu Koreyani, masalan, oddiy universitetlarida qolmasda, ular bilan competitionlar bo'ladi. Keyin xitoyliklar bo'ladi, ular ham yaxshi o'qiydi. Keyin koreyslar o'zi ham kuchli, ingliz tili darslariga ham olishadi, ular ham biz bilan teppa-teng o'qishadi, shunaqa. Shu yerda kontraktni aytib o'tdingiz, endi kontraktni narxini ham aytib o'tsangiz, qancha o'zi semestriga? Bir semestrga biznesga hozirgida 5 million, 28 ming won shunaqalargacha. Anaqa dollarda примерно, yo o'zbek so'mida aytaylik, o'zbek so'mida примерно 40 necha million, 49-48 millionga to'g'ri keladi menimcha. Bir semestr. Va konservasi bo'ylab to'lanadi. Bu degani ikkita semestr bor, 1 yilda 1 million won to'lanadi. Tushunarli. Va kontrakt narxlari albatta yo'nalishingizga qarab farq qiladi. Biznesda bo'lganligi uchun 5 million, IT sohalari qimmatroq turadi, 6 million turadi. O'zingiz portfoliyongiz haqida ham gapirib bersangiz? Menda birinchi 10 sinfda olgan IELTS 7,5 bo'lgan edi. Uni 2022-yil olganman. Lekin Hanyangga 2025-yildan o'qish kerakman. Uni so'rovi tugab qolgan. NYUga 7,5lar bilan kirgan bo'lsam, keyin aytgan shu konsalting orqali topshirganman. U konsaltingda bitta hech qanaqa roli faqat to'g'ri dokumentni jo'natib berish bo'ladi. Sizda hech qanaqa analizaga qo'shib bermaydi, eshitdimi? To'g'ri konsaltingdan foydalanishlaringni tilab qolaman yoki o'zlaring yaxshilab mas'uliyatli bo'lib topshirishlaringni. Keyin 2 hafta ichida topshirishimga to'g'ri kelib qolgan. Topshirganimda 7 chiqqan. 7 bilan Hanyangga topshirganman, lekin 6,5 bilan keyin tanishlarim ham bo'lgan. Wow, doyman. Keyin SAT ga tayyorlanganman, lekin o'shanda qishkiga repetitsiya qilmoqchi bo'lganimda to'lib qolgan, keyin qilmaganman. Majburiy emas. Majburiy emas. Lekin bo'lsa plyus. Keyin topikga kelsak, topikda ham O'zbekistonda topshirmaganman, chunki kam vaqtim qolgan, lekin tayyorlanib o'zim koreys tilida yaxshi o'qiganman. Undan keyin menda Chuka sertifikat deydi, qo'shimcha sertifikatlarim bo'lgan, biznes bilan koreys tilini olgan sertifikatlarim Yonseni, keyin Sumkyungwanda ko'rsatishim ham mumkin. Stanfordda sertifikatlari bo'lgan. Siz bu yerdan grant olgansiz, ya'ni grant kirishgan. Hanyangga kirganimda til sertifikatim bo'lgani uchun 5 million kontraktdan 30%ni chegirma qilib bergan. Shunda 3,5 million to'langan. Mana boshqa o'rtoqlarim 30% olishgan hammasi. Keyin birinchi semestr baholarim GPA yuqori chiqqani uchun, keyin IELTS'im hali ham valid bo'lgani uchun, periodi srok o'tib ketmagani uchun yana 30% grant oldim. O'tgan hafta 1,5 million won tashlashdi. Undan ham ko'proq grant bilan kirsa bo'ladimi? Masalan, 100% grant bilan Hanyangga kirsa bo'ladimi? 100% bilan kirgan eshitmaganman, lekin Ansan kampusi bor, Seulda Erica kampus. Unda bittagina bolani taniyman 100% grant olganini, keyin qolgan o'zbeklarnikini ularda boshqa scholarship bor, 4 yilga 50% ajratib beradigan scholarship. Yoki 30% qilib beradi. Agar bitta ham bor, bitta tanishim, lekin u scholarshipni oxirib qo'ydi, chunki GPS ekkanini kelganligi uchun. Agar yana ko'tarsa, qaytarib beradi scholarshipni. Keyingi savolim juda ham ko'plarga qiziqarli bo'lishi mumkin, chunki studentlar baribir ishlash kerak bo'lgan joy bo'lib qolishi mumkin, right? So,
Koreyada ish topish osonmi? Va o'zi nimalar kerak ish topish uchun? Ish topish hozirgi kunda oson. Part-time job. Part-time job. U ham mavsumiy narsa, chunki qishda ko'pchilik ishlamaslikni xohlaydi. Yozda ko'proq pul to'plab qo'yib, qishda faqat o'qib yurishadi, o'sha pullarni ishlatib. Mani kesimda men 6 oy ishlamaganman. Keyin 6 oydan keyin ishlab ko'rib, o'zimga shu o'qishimga kerak narsalar olib, xarid qilib, keyin yana xotinimdan pul olaman. Boshqa mani o'rtoqlarimga kelsa, ular ham hozir qizlar masalan 10 soatli ishlarda ishlashmaydi, 5 soatli ishlarda o'zini qoplab turgan ishlashadi. O'g'il bolalarga kelsak, o'g'il bolalarga oson deb o'ylayman ish. Ular to'g'ri qiyin ishlarda ishlashadi, og'ir ishlarda, lekin gaplashib, tanish bo'lib, o'zbeklar bir-biriga yordam berib ish topib ketishi oson. Lekin unaqa albamonlarda search qilib o'tirsa, alpachonkum yoki Craigslist saytlarida 50 ta 100 talab ishlarga topshirib chiqish kerak. Keyin ishga kirishda immigratsiyadan, universitetdan ruxsat olib, shularga 2 haftalab vaqt ketadi. Agar unaqa qilib ishlamasa ham, ishida bironta muammo bo'lsa, South deb shu muammolar chiqib qolishi mumkin. Shunaqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'ziga yarasha qiyinchilik bor, lekin eplasa bo'ladi. Bali, demak o'zi Koreyaga kelganinglarda sizlarga ishlash uchun ruxsatnoma kerak bo'ladi, to'g'rimi? Ruxsatnoma keladi. Kerak bo'ladi. O'ta kuchingiz kerak Koreyaga kelganingizdan keyin. Tushunarli. Va ishlarni topish uchun o'zining veb-saytlari bor. Veb-saytlari bor. Tushunarli. Bular haqida отдельно charoz, hamma yoqsa bo'ladi sizlarga. Koreyaga endi kelayotgan yoki kelish xohlaydigan studentlarga qanaqa maqsad bergan bo'lardi? Birinchi bo'lib hamma berilgan maqsad koreysni o'rganish. Koreyslar o'z ingliz tilini bilmaydi. Ish topishingda hamma narsalaringga koreys tilini bilishlaring kerak. Keyin qanday bitirish uchun sizlar topik 5 oy berishlaring kerak, bo'lmasa bitirolmaysizlar. Voy, majburiy qilib qo'ygan. Majburiy. Wow, ozor. Ikkinchi o'rinda birinchi kelganlaringda uylar qurib tashlang, mashina qurib tashlang, bunaqada o'ylamaslik kerak deb o'ylayman. O'g'il bola bo'lsangiz ham chunki o'qishlaring kerak. Lekin ikkala tomonlama eplab ketyapti turganlar bor. Mashina olib bas, o'zini expenslarini cover qiladi. Shu mablag'larini ota-onasidan pul so'ramasdan o'g'il bola o'zini kontraktini o'zini yapib turganlar. Maksimumi shu, shunda bravo desa bo'ladi. Yoki mashina olib qarashga bog'liq bas. Zo'r deb aytashimiz. 3-o'rinda maslahat rost gapirib, videolar qilsalaring, yolg'on gapirmanglar Koreya haqida. Blogerlar ayniqsa. Video qilsalaring, o'zlaringga hobbi qilib olinglar, masalan YouTube ochib yoki boshqa narsa. U ham kelajakda monetizatsiya bo'ladi. Sekin-sekin foydali hobbi deb o'ylayman. Shunaqa boshlashlaring kerak. Keyin kutubxonalarga borib foydalaninglar, kitoblarni o'qinglar. Shuncha 5 million ming kontrakt to'laganimizga yarasha foydalanishimiz kerak deb o'ylayman. Keyin Koreyaga kelib, juda ham tabiati go'zal, tog'li, ko'p shaharlari bilsangiz, san bilan tugaydi. Ansan bor, Busan bor, hammasi san. Bu tog'dan iboratda Koreya. Sayohat qilishlaring kerak. Mana vizalaring bor, aylanib, yoshlikdan bahramand bo'lib Koreyada xotiralar qoldiringlar, rasmlarga tushib ko'proq xursand bo'lib yashanglar deb maslahat bergan bo'laman. Xo'p, rahmat. Menimcha hozirgacha bo'lgan savollarim shu edi. Hamma javobingiz uchun rahmat katta. Rahmat. Charosga ham rahmat bu videoni ko'rganim uchun. Prosmotr uchun sizlarga ham rahmat. Kommentariy qoldirishni unutmanglar. Mani kanalimga o'tishni unutmanglar. Давайте. Bizda ikkinchi o'rinda eng chiroyli binolarimiz bu College of Education. Ko'p biznes binolarni rasmga olib, Pinterestga upload qilganman. Hanyang deb yozib chiqsalaring, mani rasmlar chiqib keladi. Bu yerda reklama ketdi yana bir marta. Rosa juda ham chiroyli ekan. Bu yerda lekin o'zbek o'qimas ekan, College of Educationda. Chunki bitta bitirib chiqib, professor bo'lib yoki education sohasida o'qituvchi bo'lib, har xil shunga o'xshagan fanlarda ishlaydi. Lekin o'zbeklar masalan Koreyada unaqa sohada ishlagan ko'rmadim. Law sohasida, dizayn sohasida o'qiydi o'zbeklar, data science, keyin law sohasida hali o'qigan ko'rmadim, lekin tarjimonlarda. To'g'ri. Mana shuncha sovuqda biz vlog oldik va vlogimizni tugatdik. Rahmat sizga kattakon. Shuncha vaqtingizni ayamasdan tanishtirganingiz uchun. Musliman bo'ldi, Hanyang universitetida. Savollaringiz bo'lsa, chiqaverasizlar, kommentariyaga qoldiraverasizlar. Qaytaraman. Rahmat. Bye.